Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz o'pkada o'simta kista bo'lib, ichki organi metastaz berish haqida suhbatlashamiz. O'pkada o'simta kista bo'lib, ichki organi metastaz bergani mana nima deydi? Metastaz bergan deydi, shunaqa bemorlar uchraydi va shuni bilan birgalikda o'pkamni operatsiya qildirdim, jarrohlik yo'li qo'llatdim o'pkamni, keyin ichki organimga metastaz beribdi degan bemorlar ko'plab uchraydi. Shunaqa bemorlarimizga murojaatimiz, tavsiyamiz bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham, siroplari yordamida shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib, butunlay sog'ayishingiz mumkin. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga umuman hojat yo'q. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlar, malham, siroplar yordamida shifosi bor. Bemalol kelib lechini olib, butunlay o'pka kasali, ichki organi metastaz berishidan butunlay qutulasiz. Biz aytganimizdek, o'z vaqtida och holat, to'q holat e'tibor qilib, sotma-sot giyohlaringizni, siroplaringizni, malhamlaringizni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, ishlatadigan bo'lsangiz, butunlay sog'ayasiz. Qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga umuman hojat yo'q. Ayniqsa bu o'pka kasallik bilan bemor bo'lgan, shifo topolmay qiynalib yurgan bemorlarimiz judayam ko'p. Ko'proq bu kasallik o'ta jiddiy kasallik, olib ketadigan darajaga borgan ham. Buni hamma biladi. Avvalam Alloh shu tabiiy giyohlar, siroplar, malhamlar yordamida o'pka kasal bo'ladimi, shamollash bo'ladimi, tuberkuloz bo'ladimi, sil kasali bo'ladimi, o'pkada o'simta bo'ladimi, kista bo'ladimi, ichki organi metastaz bergan bo'ladimi, tabiiy giyohlar, malham, siroplar yordamida shifosi bor deb tavsiya qilaman. Bemalol kelib lechini olib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Bitta laykingiz bilan yuqoriga efirlarda aytganimdek, bitta tuya so'yib, muborak Allohning uyida ro'za Ramazon oyida 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasiz. Siz hech qachon borgan taqdirda ham tuya so'ya olmaysiz. Borgan taqdiringizda 1000 ta odamni iftorlikka jamlolmaysiz. Shuning uchun iloji boricha layklaringizni bosaveringlar. Shoyat nima deydi? Laykingiz sababli bitta bemor tuzalib, shu savobga ega bo'linglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar.